Assalomu alaykum hammaga. Siz My Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan yozgi premyeralar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki video davomida O'rinchoq odam, Thor, Super qiz kabi qiziqarli proyektlar bo'ladi. Shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. Yoz juda ham qaynoq va mazza qilib ko'radigan premyeralarga boy bo'ladi. Bulardan eng mashhuri va eng kutilayotgani bu O'rinchoq odam Thor yangi kun filmi. Filmda Peter butun hayotini boshidan boshlaydi va hech kim uni tanimaydi, chunki bundan oldingi filmda Strange sehri bilan O'rinchoq odamni hamma Peter Parker ekanligini unutadi va Peter film nomidek hammasini yangitdan noldan boshlaydi. Bu safar film voqealari maktabda emas, universitetda bo'lib o'tadi va filmda yovuzlar ham anchagina bo'ladi. Asosiy uchtasi bu Scorpion, Kingpin va Hulk. Scorpionni Kingpin o'rinchoqni o'ldirish uchun yo'llaydi. Kingpin shahar meri bo'lgach, barcha niqob ostidagi qahramonlarga o'q boshlaydi. Bunda asosiy o'q Daredevil, jazolovchi va o'rinchoq odamga bo'ladi. Hulkga kelsak, Hulk film davomida o'zining eski va dahshatli ko'rinishiga kirib, hamma yo'lni vayron qilib odamlarni o'ldiradi. Buni esa Peter filmda jazolovchi personaji bilan to'xtatadi. Aytishingiz mumkin Hulkga kuchi yetmaydi deb, lekin degan joyi bor. Filmda Peter mutatsiyaga uchrab yangi qobiliyatlarga ega bo'ladi, eskilarni esa kuchaytiradi va u yana Tobey Maguire o'rinchoq odamidek qo'lidan tabiiy to'r chiqarishni boshlaydi. Film shu yozning 31-iyuldan boshlab premyera qilinadi. Film chiqsa albatta kanalda tahlil videosi chiqadi. Va yana bu yozda Christopher Nolandan Odyssey nomli tarixiy va janglarga boy filmni ko'ramiz. Film 2004-yilda chiqqan, Brad Pitt ijrosidagi Troya voqealaridan keyin bo'lib o'tadi. Film qadimgi Yunon shoiri Homer yozgan mashhur Odyssey dostoni asosida ishlangan. Asosiy qahramon Odysseus Troya urushi tugagandan keyin u o'z vatani Itxasaga qaytishga harakat qiladi, ammo bu safar oddiy safar emas. U 10 yil davomida turli dahshatli mavjudotlar, soxta xudolar va afsonaviy xavflarga duch keladi. Film to'liq IMAX kameralarda suratga olingan birinchi yirik film. Nolan tarixidagi eng qimmat loyiha, taxminiy byudjeti $250 million. Marokash, Italiya, Shotlandiya, Islandiya, Malta va Gretsiyada suratga olingan. Bu film hozirda juda ham hype qilinib, juda ham heytlarga uchramoqda. Asosiy sababi esa Achilles personajida. Troya 2004-yilgi filmda Achilles rolini Brad Pitt juda ham boplab, maromada ijro etgan edi va bu film uchun u 6 oy mashq qilgan, janglarni o'rgangan. Qisqacha bu rol u uchun edi. Endi Odyssey filmidagi Achillesga qaraylik. Bu musor, yana uning ustiga bu transgender, bu trans. Oldin ayol kishi bo'lgan Marvel muxlislari bo'lsa, bu aktrisani yaxshi tanishadi. U X odamlar filmida chiqqan, shu orada o'zini erkakka aylantirgan. Shunaqa Achilles personaji jinniga o'xshab rolini qayodagi transgenderga berishdi. Shu tarafi bilan film heytlarga uchramoqda. Bu ham katta ehtimol bilan film kassasiga ta'sir qiladi. Xullas, film shu yozning 17-iyuldan boshlab premyera qilinishni boshlaydi. Marveldan o'rinchoq odamni ko'ramiz. DCdan esa Super qiz ertangi kun ayoli filmini, ya'ni Supermanning qiz bola variantini. Bu safar film boshqacha. Superman filmlaridek yerda emas, to'liq kosmosda bo'lib o'tadi va film galaktika qo'riqchilari uslubida bo'lishi aniq, chunki film rejissyorlaridan biri James Gunn va u yana yangi DC direktori ham bo'lgan. Shunday ekan, film zo'r chiqishi aniq. Film mashhur komiks Super qiz ertangi kun ayoli asosida ishlangan. Syujetda Kara Zor-El, Supergirl galaktika bo'ylab sayohat qiladi. U yosh qiz Rute bilan uchrashadi. Rutening otasi shafqatsiz jinoyatchi tomonidan o'ldirilgan bo'ladi va u qasos olish xohlab qoladi. Shundan keyin Super qiz Rute bilan birga kosmik sarguzashtga chiqadi va otasining qotilini qidiradi. Filmda kosmos bo'ylab sayohatlar, turli sayyoralar, katta janglar, qasos hikoyasi, Karaning ichki ruhiy kurashi asosiy mavzu bo'ladi. Filmning asosiy o'zi esa Lobo personaji bo'ladi. U juda ham kuchli, psixopat va jarohatlari Supermannikidan ham tasdiqlanib, chidamliligi почти cheksiz. Lobo ilk marta yangi DC komikslarida aynan shu filmda paydo bo'ladi. Ya'ni komiksda deganim, uni boya aytganimdek, Jason Momoa o'ynaydi. Komikslarda Lobo galaktikadagi eng xavfli o'g'itlardan biri, juda kuchli, deyarli o'lmaydi. Superman bilan ham tenglashadigan darajada kuchli. Ko'pchilik muxlislar aynan Lobo sabab filmni yanada ko'proq kutishmoqda, chunki komikslarda u Marvelning Doktor Doom'idek mashhur va filmda Krypto it ham chiqadi va ma'lumotlarga ko'ra filmda 9 ta sayyora ko'rsatiladi. Film shu yozning 26-iyunidan boshlab premyera qilinadi. Moana multfilmini hammangiz yaxshi bilasiz va yoshligimizda mazax ko'rganmiz va shu yozda Moana filmi premyera qilinadi Disney tomonidan. Maui rolini Dwayne Johnson, Moana rolini esa Frankie Adams ijro etmoqda. Film Moana multfilmining birinchi qismi bilan
ham bir xil bo'ladi. Syujeti, grafikasi va boshqa narsalari o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin asosiy syujet o'sha. Film Tinch okeanidagi orollarda yashovchi Moon ismli jasur qiz haqida. Bir kun uning xalqiga katta xavf tahdid sola boshlaydi. Shundan keyin Moonni yarim xudo Maui bilan birga okean bo'ylab xavfli sayohatga chiqadi. Filmda sehrli okean, qadimgi afsonalar, dengiz maxluqlari, Tefiti afsonasi, Maui kuchlari va Moonning haqiqiy taqdirini topish asosiy voqealari bo'ladi. Bu syujet 2006-yilgi mashhur animatsion multfilm asosida yaratilgan. Film shu yozning 10-iyulidan boshlab premyera qilinadi. Let's go save the world. I got your back. What? Is there something in my teeth? Seriallarga keladigan bo'lsak, shu yozda Ajdar uyi serialining 3-fasli premyera qilinadi. 3-fasl serialning eng katta, eng qonli va eng ko'p urushlarga boy mavsumi bo'lishi kutilmoqda. Endi asosiy o'yinlar deyarli tugagan. Haqiqiy Targaryen fuqarolar urushi Dance of the Dragons to'liq boshlanadi. Bu ajdarlar urushi boshlanib, qirilishini anglatadi. Ikkinchi fasl oxirida urush to'liq boshlanish arafasida qolgan edi. Ikkinchi faslda Rhaenyra o'z armiyasi bilan hujumga o'tadi. Aemond va Tim Green qarshi zarba berishadi. Westeresdagi katta uylar ikki tomonga bo'linib ketadi. Ajdarholar urushi yanada kuchayadi. Qirollik bo'ylab qonli janglar boshlanib, millionlab odamlar, yuzlab ajdarlar urushadi. 3-faslning eng katta voqeasi Battle of the Gullet bo'ladi. Bu dengizdagi ulkan jang, Valerion flotining urushi, ko'plab ajdarholar ishtirok etadigan to'qnashuv. Showrunner Ryan Kendall bu epizodni seriallar tarixidagi eng yaqindan o'tadigan epizodlardan biri deb atagan. Hatto uni The Lord of the Rings Helm's Deep jangiga qiyoslagan. Rhaenyra bilan nima bo'ladi? Ikkinchi fasl davomida Rhaenyra ko'proq himoyada edi. 3-faslda esa u agressivroq bo'ladi. Urushni o'zi boshqaradi, qirollar tomon yurish qiladi, taxtni egallash uchun harakat qiladi. Ko'plab muxlislar aynan shu faslda kitoblardagi qattiq qo'l Rhaenyra versiyasini ko'rishimiz mumkin deb hisoblashmoqda. 3-faslda ko'plab mashhur ajdarholar qaytadi. Vhagar, Syrex, Karahes, Seasmoke, Vermax, Moondancer, Tessarion kutilmoqda va yana boshqa kichik ajdarholar bu faslda chiqadi. Ajdarho janglari oldingi fasllarda ancha ko'p bo'lishi aytilmoqda. Xullas, serial 21-iyundan boshlab premyera qilinadi va sanab o'tayotgan barcha proyektlarimiz tahlili aniq kanalda chiqadi. Xudo xohlasa, shu uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. DCdan yozda yana serial ko'ramiz. Fonuslar nomli. Fonuslar bu yangi DC Universe'dagi eng muhim seriallardan biri. Serial yashil fonuslar qahramonlari haqida bo'ladi va James Gunn yaratgan yangi DC olamining hikoyalarining markaziy loyihalari hisoblanadi. Ko'pchilik uni DC uchun detektiv plus yashil fonuslar uslubidagi serial deb ta'riflashmoqda. Serial ikki yashil fonus haqida, Hal Jordan va Jon Stewart. Ular yerda yuz bergan sirli qotillikni tergov qilishadi, ammo oddiy jinoyat asta-sekin kosmik sir, qadimgi kuchlar, DC kelajagiga ta'sir qiladigan katta fitna ekanligi ma'lum bo'lib boshlaydi. James Gunn serial haqida bu juda katta DC hikoyasiga olib boradi degan. Shuning uchun serial keyingi DC filmlariga ham bog'lanadi. Qiziq bo'lsa, serial haqida tez orada video chiqaraman. Serial shu yozning 16-avgustida chiqadi. Endi multfilmlarga o'tamiz. Bu yozda hammaning eng yaxshi ko'rgan va yoshligiga o'tgan multfilm O'yinchoqlar tarixi 5 chiqadi. O'yinchoqlar tarixi 5 Pixar tarixidagi eng mashhur animatsion fransizalardan birining yangi qismi. Bu film 2009-yildagi O'yinchoqlar tarixi to'g'ri voqealardan keyin davom etadi va bu safar asosiy mavzu o'yinchoqlar va texnologiya urushi bo'ladi. O'yinchoqlar tarixi to'g'ri oxirida Woody Bo Peep bilan ketgandi. 4-qismda Jesse Bonnie xonasining yangi sherifiga aylanadi. Buzz Lightyear unga yordam beradi. Bonnie esa asta-sekin oddiy o'yinchoqlardan ko'ra texnologiyaga qiziqa boshlaydi. Uning hayotiga Lilliput nomli aqlli planshet kirib keladi. Lilliput oddiy planshet emas, u bolalarni virtual o'yinlar va ekranlar orqali o'ziga bog'lab qo'yadi. Natijada Woody, Buzz, Jesse va boshqa o'yinchoqlar birinchi marta bolalar endi o'yinchoqlar bilan o'ynamasa nima bo'ladi degan muammoga duch kelishadi. Multfilm 9-iyun kuni kinoteatrlarda chiqadi. Pixar va Disney multfilmni faqat kinoteatrlarda chiqarishni tasdiqlagan. Yozda yana bir mashhur multfilmlardan biri Minionlar chiqadi. Bu safar multfilm Minionlar va maxluqlar nomini olgan. Illumination studiyasining 2026-yildagi katta animatsion filmi bo'lib, yaxshi bo'lish osonmi va Minionlar olamining davomi 3-qismi hisoblanadi. Multfilmning Minionlar yana markazda bo'lgan, lekin bu safar maxluqlar bilan bog'liq
katta sarguzashtni ko'rsatishadi. Film voqealari 1920-yillar Gollivudda bo'lib o'tadi. Minyonlar kino yulduzi bo'lishni xohlab qolishadi. O'zlarining maxluqlar filmini yaratmoqchi bo'ladi. Tasodifan sehrli kitob orqali haqiqiy maxluqlarni chiqarib boshladi. Shundan keyin Gollivudda tartibsizlik boshlanadi. Minyonlar o'zlari chiqargan maxluqni to'xtatishi kerak bo'ladi. Multfilm komediya, sarguzasht, maxluqlar uslubida ketadi. Multfilm dunyo bo'ylab shu yozning 1-iyulida premyera qilinadi. Xullas, yoz oyida chiqadigan mashhur proyektlar shulardan iborat edi va savollar bo'lsa kommentariya ochiq. Qanaqadir kino kompaniyalardan yoki o'zi umuman reklama yo'qligi uchun har doimgidek o'zimni necha yil dizayner masalaga tavsiya qilaman. Ya'ni Aventic dizayner adashmasam optilari 3 yildan oshiq professional dizaynerlar ham hech kompyuter qilinadi va juda sifatli o'z vaqtida, narx ham yaxshi, uncha qimmat emas. Richka va portfolio kanallarini opsiyalarda qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan 2026-yilning yoz oyida chiqadigan mashhur proyektlar haqida gaplashdik va video haqida va bu proyektlar haqida savollar bo'lsa kommentariy ochiq, bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolar chiqaraman shu uchun kanalga obuna bo'lib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'sh, bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha faqat like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunda videolar ko'proq chiqadi. Break it down. Dark wave. Break it down. Dark wave.